Van Naziat surasi. Van Naziati g'arqa deb boshlanadi. Voy, buni agar ma'nosini bilgan odam qo'rqib ketadi. Qo'rqib ketadiki, agar hozir o'limdan gapirsam, hamma o'limdan qo'rqadi. O'limdan qo'rqadi-yu, sovuq narsa deb bilamiz. Lekin Alloh bu oyatda van naziati g'arqa deb aytibdi. Odamlarni, jonlarini g'arq qilib olish bilan qasam deb aytibdi. Bu katta qo'rquv, dahshat bu, shiddat bu. Bitta tishingizni o'zini sug'urib olishini o'ylang. Tishingizni sug'urib olishini, hali biz aytamizki, yaxshilab o'shaligi ukollik qilgin, haligi narkoz beradigan bo'lsang, men sezmay qolay og'rig'ini deymiz. Og'rig'ini sezmay qolay deymiz, lekin bu surada Alloh bayon qilyaptiki, ey, seni joningni g'arq qilib olaman deyapti. Davomida van nashitoti nashto deb aytadi. Yengil jon berguvchilar bilan qasam. Odamlar ikki xil jon berar ekan. Bir odamni jonini Alloh taolo g'arq qilib sug'urib olanar ekan, xuddiki tishiga narkoz qilmasdan sug'urib olgandek. Lekin odamlarni van nashitoti nashto, odamlarni jonlarini xamirdan qil sug'urgandek oladi. Xamir qorayotgan odamni xamiriga bir qil tushib qolsa, sekin-sekinda ushlab oladi hali o'sha tushib qolgan qilni sekin olinadi. Xuddi shunday Alloh mu'minlarni jonlarini sekin oladi. Sekin olar ekanki, buni oyatlarni, buni tegidagi ma'noli dunyolarcha borman. Uni sallohasini o'zi olim. Sallohasini bilgan odam Xudodan qo'rqmay, Allohga iymon keltirmay iloji yo'q, chunki jon beradigan hammamiz. Lekin yengil oladimi, g'arq qilib oladimi? Uni biz bilmas ekanmiz. G'arqa degani ikkinchi ma'nosi cho'ktirib olish degani. Cho'ktiribki, cho'kkan odamni dahshatga tushganini ko'ring. Suvda cho'kkan odam holatini ko'ring. Ey, duo-duoy deb qolasiz. Jon berish ham xuddi shunday bo'ladi. Qarangki, hammasidan agar sallohasini o'zidan nasihat olsang, uni agar davom etsam, uni keyingisi Abasa surasi.